Assalomu alaykum. Bizni kuzatayotgan uzoq va yaqindagi kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga zenzi gulini ko'paytirishni ko'rsataman. Mana zenzi gulimizda mana bu yoqdagi mana bunday tanasidan bittasini kesdim. Kesib oldim. 4 kun oldin kesdimda, o'sha mana qurib boshlagan. Bu ham tagidan kartoshka tugib yana o'sib boshlaydi bunaqa bu. Kesib mana bunday. Sizlarga ko'rmabdimi mana. Kesdimda, quritib qo'ydim. Mana bu kesilgan joylari qurish kerakda. Mana kesilgan joylari hammasi qurib yotibdi. Mana shu yoqqa tanachalarini ham mana bu yoqqa kesib qo'yganman. Tanalarini ham ekib qo'yamiz. Hozir bunga tuproq taxlab olamiz. Bu safar ozroq mayda toshchalardan ham sovuraman. Qani nima bo'layotgan? Mana mayda toshchalar soldik. Endi to'rt, vermikulit aralashtirib tuprog'ini taxlab olamiz. Kokosli tosh mana karalardan maydalab hozirroq qo'shib yuboramiz. Aralashtirib olamizda. Mana bu idishchaga teshib oldim. Yalpoqroq idish, ko'proq bargchalar ketadi. Mana shunga solib chiqamiz hammasini. Sizlarga oldinroq ekib nima qilib qo'yganimni hozir ko'rsataman natijasini. Bu tanachalarini boshqa videolarimda ham ko'rsatganman. Shu hammasi mana solib oldik. Mana karani katta bo'laklarini maydalab soldim. Qattiq ezilmay qolgan, solmaymiz. Ko'proq namlikni ushlaydi-da. Bo'ladi. Endi mana shularga bargchalarni hammasini joylashtirib ekib chiqamiz. Ekib chiqaylik. Yana ustidan tuprog'ini solaveramiz. Mana shu tarzda bir-biriga yaqinroq qilib ekaveramiz. Katta barglarni. Mana shu tarzda hammasini ekib chiqamiz. Manaki bargchalar ekib oldik. Endi mana bu yo'g'on tanachalarni ekib qo'yamiz. Yonboshroq qilib. Hiç kim tegmedi. Mana
Manaki hamma tanachalarni ekib oldik. Endi bunga tayyorlagan suvimizdan quyamiz. Quyib chiqamiz. Manaki. Hamma bargchalarni ekib oldik. Mana bu katta zenzemizdan. Mana tagidagi tanachasi kesilgan, o'shani kesib, quritib qo'ydim 4 kun oldin. Ana shu bargchalarni ekib oldik. Endi bunga suv quyamiz. Mana bakalashkaga tayyorlab oldim. Ozgina monokaliy fosfat, keyin vitaminli dori solib taxlab oldim, eritib. Mana bularga endi bargchalarga qo'yib olamiz. Biz tagidan suv oqar. Qo'yib qo'yaylik. Shunday qilib ochib qo'yib qo'yamiz. Barglar ustidagi suv qurigandan keyin strech paket bilan yopib chilla qilib qo'yamiz buni. Suv yentirib bir marta suv beramiz. Ana shularimiz tomit otadi keyin. Mana tagidan suv chiqdi. Tagidan suv oqib olsin. Keyin suvlarni tagidagi tushgan suvlarni to'kib tashlaymizda. Barglari quriydi. Bugun kun bo'yi ochiq turadi. Kechga keyin strech paket bilan yopib qo'yamiz. Strech paketmi, bironta oddiy oq paket bilanmi yopib chilla qilib qo'yamiz. Hozir sizlarga oldin qilgan cherenkalarni ko'rsataman. Mana qaranglar, oldin mirolim jim turibdi. Mana oldin qilgan cherenkalarim. Mana tanachalarni ekib qo'yganman. Mana nischalar barg chiqargan. Mana bunisi ham bargcha chiqqan, ochobdi o'zi. Mana bu ikkita ekan. Ikkita ochobdi. Mana bunisi ham. Mana bitta o'zi nischa. Har zamonda shamollatib ochib qo'yaman. Bo'lmasa mana bu yopiq turadi, hammasi zich bo'lib. Mana shu perlet, kokosli torf, mana bu karalar bor-ku, o'shalar karachalarni ham ezib, mana kokosli torf, mana perletlar qo'shib ekilgan. Yorug' derazani oldida turadi. Zich qilib qisib yopib qo'yaman. Har zamonda ochib shamollatib qo'yiladi. Mana shu zenzemdan ko'paytirilgani. Sizlarga bitta ko'paytirganim, uni ko'rsataman. Mana bitta zenzcha, mana eng kichkinachasi. Mana shunaqa bargcha chiqib, mana uzun ishli bo'ldi-ku. Endi mana bunday katta bo'ladi. Mana shu bittasi. Bular buyoq o'sib yotibdi. Tagidan shuncha suv chiqibdi. Yaxshilab tagidan suv sizib chiqqandan keyin tagidan olib qo'yib, o'zini shunday qo'yib qo'yib, barglarni quritamiz. Ustilariga ham suv tegadi baribir qo'ygan payti. Bargchalar qurigandan keyin barglar chang bo'libdi. Ustini yopib qo'yamiz. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Bizni videolarimizni kuzatib, like, podpiska bosish eslaringdan chiqmasin.
aka. Mana shu zenzi.